Temurbek Shabbon oyining 25-ida Hijriy 736-yilda, ya'ni 9-aprel 1336-yil 12 hayvonli turk yiliga ko'ra Sichqon yilida Kesh shahri yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Amir Tarag'ay, o'rtachoq turkchasida Tarag'ay, qoraquyruq qushi Barlos qabilasining beklaridan biri va qabilasining asosiy 5 ta urug'idan birining yetakchisi edi. Tarag'aybek Chig'atoy ulusining taniqli beklaridan biri bo'lib, Kesh viloyatida amirlik qilgan. Temurbekning otasi yoshligi Keshda kechadi. Otasi Tarag'aybek o'z chog'ining odatlariga ko'ra Temurbekka ot minish, ov qilish, yoydan o'q otishni o'rgatuvchilarni tayin qiladi. Shu yuzdan Temurbek 18-20 yoshlarida tulponlarni yaxshi ajrata oladigan, epchil otliq va qo'rqmas bahodir bo'lib ulg'ayadi. Temurbekning yoshligida madrasaga ham beradilar. Temurbek o'z ona tilisi Chig'atoy va forscha so'zlashgan. 1358-yil G'azag'anbekning o'limidan so'ng Morunahrda boshlangan boshdoqlik chog'ida Temurbek amakisi Hoji Barlos bilan Kesh yerlarini boshqarardi. 1360-yil yanvarida Jita Mo'g'uliston xoni Tug'luq Temur Morunahrga yurish qiladi. Tug'luq Temur bilan kelishgan Temurbekka Keshdan Sirdaryogacha bo'lgan yerlarni topshiradi. Temurbek amir unvonini oladi va Samarqandni bosh shahar etib belgilaydi. 1370-yil kuzida yirik qurultoy o'tkazadi. 1371-yil Amir Temur Jita tomon 2 bora yurish qiladi. Xivak o'lkasi va Kot shahri aslan Chig'atoy ulusining yerlari bo'lsa-da, biroq u yerlar soliqlarni Xorazmdagi sufiylar yig'ar edi. 1372-yil bahorda bu yerlarni qaytarishni ko'zlab Temurbek Xorazm tomon ilk yurishni qiladi. Temurbek Qot qal'asini qamal qiladi va qal'ani egallaydi. Amir Temur Tabrizda masjid, Sherozda saroy, Bag'dodda madrasa, Turkistonda mashhur Shayx Ahmad Yassaviy qabri ustiga maqbara qurdirgan bo'lsa-da, lekin asosiy e'tiborini ona shahri Kesh va poytaxti Samarqandga qaratadi. Keshda otasining qabri ustiga maqbara, o'g'li Jahongirga maqbara bilan masjid qurdirdi. Amir Temur hukmronligining ilk davrida Kesh shahrini poytaxtga aylantirish niyatida bo'lib, uning obodonchiligiga katta ahamiyat beradi. Bu yerda mashhur Oqsaroy qad ko'tardi. Amir Temur Keshni Morunahrning madaniy markaziga aylantirishga harakat qildi. Shu bois bu shahar Qubbatul ilm al-adab unvoniga ega bo'ldi. Saltanat poytaxti Samarqand Amir Temur davrida ayniqsa gullab yashnadi. Shaharda Isfahon, Shiroz, Halab, Xorazm, Buxoro, Qarshi va Kesh shaharlarining me'mori, binokorlari qo'li bilan saroylar, masjidlar, madrasalar, maqbaralar quriladi. Shahar tashqarisida esa bog'roqlar va bo'stonlar barpo etiladi. 14-yanvar 1405-yilda O'trorga kelib tushadi Temurbek. Biroq yurish yakuniga yetmaydi. 1405-yil 18-fevralda ayozli kunlarda Temurbek O'trorda hayotdan ko'z yumadi. 23-fevral 1405-yilda Sohibqiron Amir Temur Samarqandda Go'ri Amirda dafn etiladi. Sohibqironning bunyodkorlik sohasidagi tarixiy xizmatlari beqiyosdir. Tarix bu ko'hna dunyoda o'tgan ko'p jahongirlarni biladi. Ularning aksariyati faqat buzgan. Amir Temurning ulardan farqi shundaki, u umr bo'yi bunyodkorlik bilan mashg'ul bo'lgan. Uning qay bir joydan bir g'isht olsam, o'rniga 10 g'isht qo'ydirdim. Bir daraxt kestirsam, o'rniga 10 ta ko'chat ektirdim degan so'zlari buning yorqin isbotidir. Amir Temur buyuk davlat asoschisi hisoblanadi. U Hindiston hamda Xitoydan Qora dengizgacha, Sirdaryo va Orol dengizidan Fors qo'ltig'iga qadar g'oyat katta hududni qamrab olgan, markazlashgan ulkan saltanatga asos soldi. Hindistongacha bo'lgan mamlakatlarni bo'ysuntirdi. Amir Temur davlatni aql, zakovat va huquqiy asos bilan idora etgan. Uning davlat ishlarining 9 ulushini kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushini qilich bilan amalga oshirdim degan so'zlari
buning yorqin dalilidir. Amir Temurning harbiy yurishlari jangu jadallarning oqibatlariga baho berilar ekan, shuni alohida ta'kidlash kerakki, uning faoliyati qo'yilgan maqsad va rejalari jihatidan ikki bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich Amir Temur Movarounnahrda markazlashgan davlat tuzish yo'lida kurashadi. Movarounnahrni birlashtirishdan manfaatdor bo'lgan mahalliy zodagonlardan iborat ijtimoiy kuchlar yordamida tarqoq mulklarni birlashtirish uchun kurash olib boradi. Amir Temurning bu davrdagi faoliyati O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti taraqqiyoti yo'lida shubhasiz ulkan ijobiy ahamiyat kasb etadi. Amir Temur hayotligi chog'idayoq saltanatni asosan 4 qismga bo'lib, o'g'il nabiralariga taqsimlab bergan. Xorason, Jurjon, Mozandaron va Seyiston Shohruxga, G'arbiy Eron, Ozarbayjon, Iroq va Armaniston Mironshohga, Fors ya'ni Eronning janubiy qismi Umarshayxga, Afg'oniston va Chim Hindiston Pir Muhammadga suyrg'ol etib berilgan. Ularida Amir Temurga haykal o'rnatildi. Toshkentdagi Amir Temur xiyobonida Temuriylar davri muzeyi barpo etildi. Amir Temur ordeni ta'sis etilgan bo'lib, xalqaro Amir Temur jamg'armasi ham tashkil qilindi. Toshkent, Samarqand va xorijiy mamlakatlarda UNESCO rahbarligida Hazrat Sohibqiron tavalludining 660 yilligi keng nishonlandi.